Meni sochlarim judayam nimjon, uni ustiga judayam yomon to'kilishni boshladi. Oxiri qizil chiroq bo'lgandan keyin men davolanishni boshladim. Jiddiy davolanishni boshladim. Ya'ni nima qildim? Mezoterapiya olyapman va kosmetologim maslahatiga binoan shampun uchun shunaqa vitaminlar ham sotib oldim. Bundan oldin esa men judayam ko'p tabiiy usullarni qo'llab ko'rdim, lekin bittasida ham rezultat ko'rmadim. Nimalar sotib oldim? Mumiyo oldim 10 dona, vitamin B12 5 ta ampula oldim, vitamin E 5 ta ampula, aloedan 5 ta ampula oldim va Aqua D3 bitta kassetasini ko'rib turganinglarda shunaqa qilib hammasini sovurdim. Shampunim hidi kuchliligi uchun vitaminlarning hidi kelib qolmadi. Aynan shuning uchun mana shu shampunni tanlagan edim va bir kun turgandan keyin shampunim rangi mana hozir ko'rasizlar, mana shunaqa holatga keldi. Inshaalloh yaxshi rezultat ko'raman degan umiddaman.